Dadasi, menimcha uydagi mebellarni Choydan yangilatish kerak. Yaqinda bahor ham kirib keladi. Bolalarga bahorgi kiyim olib berish kerak. Shuncha narsa olish uchun nechta bozor, nechta do'konlarni aylanish kerak bo'ladi. Ha, to'g'ri. Menimcha choy ichishga ham vaqtim yetmaydi-yu. Bolalar, bu yoqqa kelinglar. Qani sizlarga nimalar kerak bo'ladi? Bozorga chiqamiz. Dadajon, men bozorga bora olmayman. Uyga vazifalarim bor. Akam bilan esa hamma narsani qilib bo'lganmiz. Ha dadajonimiz, hammasini tanlab qo'ydik. Faqat pulni to'lab qo'ysangiz bo'ldi. Bu pulini ham to'lab qo'ymabsizlar-da. Qayerdan zakaz qildilaring? Yana Xitoyga zakaz qilib bir oy kutamizmi? Yo'q dadajon, bir ilovasida hamma mahsulotlar o'z kategoriyasiga ajratib chiqarilgan. Oymi kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni topish mumkin. Maishiy texnikalar, uy jihozlari, aksessuarlar va texnikalar. Ha dadajon, men o'zimga qimmat telefon zakaz qo'yganman. Sizni vaqtingizni tejash uchun. Qanaqa ekan? Qani bir ko'raylikchi. Mana dadajon, bir-birining interfeysi, uyga kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni zakaz qilib qo'ydik. Oyim aytgan barcha mahsulotlarni 10 daqiqada tanlab qo'ydik. Eng muhimi, buvimga ham sovg'alarni tanlab qo'ydik. Malades o'g'lim, baraka top. Gap yo'q. Dadajon, sizga ham nimadir zakaz qilaylikmi? Bo'lmaydi u narsalar. Bizning paytimizda hamma narsa o'zimizdan chiqardi. Borib tanlab, sotib olardik. Shu telefonni deb hozirgi narsa buzilib ketyapti.